mavzuyimiz aqli zaif bolalar sensor tarbiyasida fikrlash xususiyatlari. Aqli zaif bolalar haqida umumiy ma'lumot, sensor tarbiyaning ahamiyati, fikrlash jarayonlari xususiyatlari, pedagogik strategiyalar va metodlar. Aqli zaif bolalar sensor tarbiyasi ularning fikrlash jarayonini rivojlantirishda muhim ahamiyatga rol o'ynaydi. Agar aqli zaif bolalar sensor tarbiyasi orqali atrof muhitni o'rganadilar. Aqli zaif bolalar sensor rivojlanishida asosan mantiqiy tushunchalar ham juda ham sekin rivojlangan bo'ladi. Aqli zaif bolalarning xususiyatlari. Aqli zaif bolalar mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga duch keladi. Ularning fikrlash jarayoni sekinroq bo'lishi mumkin va harakatlarni rejalashtirishga yordam muhtojlik sezadilar. Sensor tarbiyasi ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Aqli zaif bolalarning tarbiyaviy ahamiyati. Aqli zaif bolalar sensor tarbiyasida o'z hissiy va jismoniy tajribalar orqali o'rganadilar. Ular uchun sensor tarbiyaning asosiy tamoyillari muhim hisoblanadi. Tamoyillar sifatida o'zaro aloqalar, ko'rish, eshitish, sezish orqali ko'p qayta ishlashning zarurati bor. Bu bolalarda tajribalardan kelib chiqib, fikrlash va o'z-o'zini anglash xususiyatlariga ega. Bolalarda fikrlash jarayonini rivojlantirish. Aqli zaif bolalarda sensor tarbiyasida fikrlash jarayoni muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ular ko'rgan narsasini, terisi orqali his qilgan narsalarini mantiqiy fikrlash, o'ylashda juda ham qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Fikrlashni rivojlantirish uchun turli xil o'yinlar, ko'rgazmali qurollardan foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu usullar bolalarga muammolarni hal qilishda yordam beradi va yangi g'oyalar o'ylab topishga ham ko'maklashadi. Aqli zaif bolalarda o'yin orqali sensor rivojlantirish. Aqli zaif bolalar uchun sensor tarbiyasi o'yin orqali juda ham samara beradi, chunki o'yin orqali qilinganda o'quvchilarda o'sha qiziqish ortadi. Hayotiy misollar orqali yoki bo'lmasa o'zidan kelib chiqqan holatda o'yin orqali dars mashg'ulotlarini olib borsak, aqli zaif bolalarda dars ham qiziqarli bo'ladi, zerikib ham qolmaydi. Masalan, oddiy o'yinchoqlardan oladigan bo'lsak, uning rangi, shakli, elementlarini birdaniga o'rganib chiqadi va ularga darsga bo'lgan qiziqishi yanada ortadi. Fikrlash va rivojlanish aloqasi. Fikrlash va rivojlanish o'rtasida kuchli bog'lanish mavjud. Aqli zaif bolalarning sensor tarbiyasida fikrlash jarayonlari ularning rivojlanishiga aloqasi. Fikrlash va rivojlanish o'rtasida kuchli bog'lanish mavjud. Aqli zaif bolalarning sensor tarbiyasida fikrlash jarayoni ularning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Fikrlash jarayoni bolalarning atrof muhitini tushunishga va muammolarni hal qilishga yordam beradi. Sensor tarbiyada fikrlash usullarini rivojlantirish imkonini beradi. Masalan, sensor tarbiya orqali bolalar rasm chizish yoki o'yinlar o'ynash orqali o'z fikrlash ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Bu esa ularning umumiy rivojlanishiga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aqli zaif o'quvchilar uchun sensor rivojlanishda turli xil hayotiy metodlar orqali shug'ullanish yaxshi samara beradi. O'yinchoqlar orqali, rang-barang qurollar orqali foydalanish aqli zaiflar uchun. Aqli zaif bolalar sensor tarbiyasida fikrlash xususiyatlari ularning o'ziga xos ehtiyojlariga muvofiq bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aqli zaif o'quvchilar uchun sensor tarbiya juda ham muhim hisoblanadi. Ularda asosan